O'zgidrometologiya markazi ertaga 22-iyul kuni kuzatiladigan ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'z viloyatingizda, o'z shahringizda bir kun oldin va bir hafta oldin ob-havo ma'lumotlarini bilish uchun videomiz tagidagi like tugmasini bosishni unutmang va sahifamizga obuna bo'ling. Respublikamizda havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-13 metr tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-19 metrgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 24-26 daraja, kunduzi 30-36 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zgidromet joriy yilning 18-21 iyul kuni kuzatilgan kunlari O'zbekiston hududiga janubdan issiq havo oqimlari kirib kelgan edi. Ertadan esa barcha issiq havo oqimlari ketishi kutilmoqda.